Homiladorlik davrida burun bitishi ko'p homiladorlarni bezovta qiladigan dolzarb mavzu. Homiladorlik davrida burun bitishini sabablarini avval aniqlash lozim bo'ladi. Burun bitishi virusli infeksiyalarda, bakterial infeksiyalarda yuzaga kelishi mumkin. Homilador ayol organizmi turli xil infeksiyalarga beriluvchan hisoblanadi aslida, lekin burun bitishlarining eng ko'p uchraydigan sababi bu homiladorlik davridagi rinit hisoblanadi. Aynan ushbu homiladorlar riniti hech qanday davo talab qilinmaydi. Sababi buni kelib chiqishiga asosiy omil homilador ayol organizmidagi gormonal fonning o'zgarishi hisoblanadi va natijada qon tomirlar kengayishi, chig'anoqlarni shishi yuzaga keladi va oqibatda homilador ayollarimiz biroz nafas olishga qiynaladi. Agar homiladorlik vaqtida rinit kuzatilsa, homilador ayollar nafas olishga qiynalsa, buni natijasida kislorod yetishmasligi oqibatida yurak urib ketishi tezlashsa, go'yoki havo yetishmagandek hissiyotlar bo'lsa, albatta shifokor nazoratiga borish kerak va ularda bakterial yoki virusli rinit bor yoki yo'qligini istisno qilish talab etiladi. Homiladorlik rinitini tabiiy holati kuzatilsa, tug'ruq jarayonidan keyin albatta o'tib ketadi. Go'zal homilador qizlarimiz, agar sizlar ham homiladorlik davrida aynan qanday spreylar mumkinligini bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.